أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlik muhtaram o'quvchilar biz oldingi darsimizda islohot sohasida nima qilish kerak nimani avval qilish kerak degan haqda darsimizni davomlashtirgan edik. Bugun darsimiz ideya jengini oldidan boshlash. Har vaqt ideya jengi muhim o'rinda bo'lib, eng avval ideyadagi jangni yengish va g'alaba qozonish maydondagi jangda g'alaba qozonishninki muqaddimasi va asosi degan haqda to'xtalamiz. Avlaviyatul ma'rikatil fikriya ideya jangining muhimligi, afzalligi va mimma yajibu labtul anzar ilay fi majalil islah تقديم كل ما يتعلق بتقويم الفكر وتصحيح التصور وتسويب منهج النظر والعمل فهذا بلا ريب هو الأساس المكين لكل إصلاح يرتجى. إصلاحات sahasida uningga diqqat og'dirishga tegishlik bo'lgan ishlardan birisi ideyani to'g'irlash, tasavvurni rustlash, nazaraviy va amaliy yo'lni amaliy ish qilish yo'lini to'g'irlashga aloqador bo'ladigan har qanday ishni oldida qo'yish va birinchi o'rinda qo'yish bu islohot sohasida diqqat qilishga tegishli ishlarning birisi. Fahaza bila rayb, mana bu shaksiz har qandaq natija berish umid qilinadigan islohotning mustahkam asosi. Chunki sağlam yolda من غير المعقول أن يستقيم العمل على منهج سليم والفكر غير مستقيم. Çünkü sağlam yo'ldagi ishning to'g'ri bo'lishi aqlga uyg'un kelmaydi, fikri to'g'ri bo'lmasa, ideya to'g'ri bo'lmay, amalning ishning to'g'ri bo'lishi bu aqlga uyg'un emas. Xuddi bir shoir mata yastaqimu zillu val udu a'vaju dedi. Yog'och maymoq bo'lsa soyisi qandoqmi rus bo'ladi? Agar yog'och maymoqkan bu maymoq yog'ochning soyisi rus tuz bo'lishi qandoq uyg'un, aqlga uyg'un. فمن ساء تصوره لأمر ما فالمتوقع أن يسوء سلوكه في شأنه فإن السلوك أثر للتصور حسنا أو قبحا. Qanda bir kişinin köz qarışı bir işqa yaman bolsa, o işni tushunishda, o işni tasavvur qilishda xata, yaman tasavvur qilsa, natija o kişininki o iş hakkıdaki iş hareketi yaman buludu. Neticede o kişininki iş hareketi o iş hakkıda o yaman buludu. Çünkü iş hareket degen tasavvurunun tesiridir, yaxşı bolsun ya ki yaman bolsun. Tasavvur yaxşı bolsa iş hareket mu yaxşı buludu, tasavvur yaman bolsa ish harakatmi nachar bo'ladi. Mana bu jahtidan maymoq idealini to'g'irlashga, xato tushunchalarni to'g'irlashga ahamiyat beradigan ideya urushi
bu urush idea urushi bu urushning boshqa urushlarga qaragan chog'da oldida turish haqqi va birinchi o'rinda turish haqqi bor. Bu idea urushi Qur'oni Karim bilan qilinadigan cho'ng jihatninki bir qismisi. Bu jihatni Mekke'de nazil bo'lgan Sure Furqan tilga aldı. Allah Teala vacahiduhum bihi cihaden kebira Kur'an orqali ular bilan cho'ng jihat qiling dedi. Demek Kur'an orqali Kur'anni qural qilib turib, Kur'anni asasi tayinadigan manba qilib turib cihat qiling dedi. Mana bu idea jini Kur'an bilan qilinadigan cho'ng jihatninki bir qismisi. Til bilan tushundirish bilan qilinadigan jihatningmi bir qismisi. Bu jihatni payg'ambarimning hadisi jahidul mushrikina bi amwalikum va anfusikum va alsinatikum deb so'zladi. Sizlar mushriklarga iqtisodinglar bilan, janinglar bilan, tilinglar bilan cihat qilinglar degan. Demek bu yerdeki til bilan qilinadigan cihat qanday bo'ladi? Haqni dalil bilan kuchlantirish, dalil bilan oshkorlash, dalil bilan yuritib berish, batılligini oshkorlash, uni batılligini bildirish, batılligini echib tashlash bu cihat. Demek bugünkü kundaki cihatning ichidagi eng muhim bo'lgan cihat oldingi o'rinda turadigan cihat idea jihadi. Idea urushi, idea jingi jihadi. Bu idea jingi her qachon oldingi o'rinda turadi va muhim bu. Cho'qim har qanday bir islohot elib bormoqchi bo'lgan cemiyetni o'zgartmoqchi bo'lgan, natija ko'rmoqchi bo'lgan har bir islohotchi, da'vatchi, tabliğchi cho'qim ideyadagi jangga sal qaramaslik kerak. Kishilarning ideyasini to'g'rilash, ideyasiga o'zgartish, ideya ko'rishini keskin elib berish kerak. Bu ideya jihadi, ideya jingi her kandak zaman ve her kandak makanda, hatta İslami cemiyet bulup bo'lgan chaqdama to'xtamaydigan ve üzülüp qalmaydigan bir jang bu. Çünkü o vaqtda nefsi bilan, şeytan bilan qilinadigan jang. Ama cahili cemiyette bu jang xata ko'z qarashlar, ideyalar, qimmat qarashlar, ölçemle, örf adet, an'analar, ahlaklar bunun bilan qilinadigan jang. Ma'rikatul fikriye dahil as-sahatil islamiyya. İslami saha içideki ideyaviy jang. İdeya jangining asosliq ikki maydoni bor. Bu ikki maydonda elib beriladi. Birinchi خارج الساحات الإسلامية مع الملاحدة والمنصرين والمستشرقين الذين يهاجمون الإسلام عقيدة وشريعة وتراث وحضارة ويحاربون أي نهضة أو أي بعث على أساس الإسلام. İdeya janginin asosliq ikki maydoni bor. Bu jang shu ikki maydonda elib beriladi. Birinchi İslami sahanın sirtida dinsiz, Hristiyan müsteşriklar bilen elib beriladi. Yani İslamga, aqidega, İslamning aqidasi, İslam şeriati, İslam turasi, İslam medeniyetiga hujum qilgan, İslam asosidagi har qanday uyg'unish yoki gullanishga qarshi chiqayotgan dinsiz Hristiyan şerq şunaslar bilen
elib berildi. Yani şulağa aqli delil, fikri delil arqali ularninki hareketinin hatalıqını aşkarlanadi. Bu İslami sahanın sirtida elib beriladigan jang. Demek İslam sahasının, İslami sahanın sirtidimi İslamninki düşmanları davamlı Müslümanların avlatlarına ideya jangi elib barawatıdı. Mingini yuyish jangi elib barawatıdı. Her vakit ularning öz kimligini, öz salohiyatini unutuldirish jangini elib barawatıdı. Ularni assimilatsiyalashtirish jangi kurashlerini qilyapti. Bu xil kurashga qarata qanday qilish kerak? Tushundirish, da'vat qilish, so'zlash, asli mohiyatini bildirish bilan jang qilinadi. İkincisi, İslami sahanın içinde elib berildi. Yani İslamga hizmet qilayotgan qismlardagi yönülünüşni to'g'irlash, onun yo'lini to'g'riga yetaklash, hareketini to'g'irlash uchun İslami sahanın içinde elib berildi bu ideya jangini. Hatta tasira fi tariq sahih lil hadaf sahih. Çünkü İslami hizmet qilayotgan qismlar to'g'ri yo'lda, to'g'ri nishon uchun menishi kerak. Ve sen nuqassirul hadis alayh. Biz sözümüzni İslami sahanın içinde hizmet qilayotgan iqimga to'xtatamiz. Çünkü işçini ıslah qilish o asas ve o muhim. Aldı bilen biz İslami sahanın sirtidagi İslamga hücum qilayotgan düşmanlarga qarta İslami ideya jangini başlash ve ideya jangi qilishdan burun İslami sahanın içinde hizmet qilayotgan, İslamni güllendirish, İslamni taraqqiy qildirish uchun hizmet qilayotgan şu qismlarning, şu gruplarning yönülünüşini to'g'irlash, yo'lini to'g'riga yetaklash, hareketini rushlash uchun İslam ideya jangida boramiz. Çünkü işçini o'ngshash, tuzash, işçini yaxshilash bu her qandaq bir ishninki muhimi. Fama la shakka fi anna ladayna tayyarat idda minha. Şak şübhesiz biz Müslümanların içinde nurgulgan iqimlar var. Bu iqimlarning ichidan biri tayyarul xurafat iqimi. خرافي إقم التيار أو التوجه الخرافي الذي يقوم على أساس أو خصائص يتفرد بها منها خرافات إقمı ياكي خرافات yüzdünüş. Bu iqim öz aldığa ayrım buluduğun alahidilik asaslar üstüge kurulgan. Bu alahidiliklerden birincisi itiqadda xurafi buluş. Bu xurafi iqimning nurgulluğun alahidiliki xususiyetleri bulup, muşu iqim dilam tepiladigan, şu iqim dilam şekillenadigan xurafi tarifleri var. Bu birincisi itiqadı da xurafi. Ya şirk üstüge kurulgan, ya küfür üstüge kurulgan, ya ki azgın zalalet üstüge kurulgan, bunda itikattı, hurafi. İkincisi, ibadette bid'atkerde. İbadette bid'atçı. Üçüncüsü, fikri katmal. Dördüncüsü, fikhide kargulacı erişidigan. Altıncısı, şirkette pasif. Aktif emas, teşebbüskarlık emas. Yettincisi siyasette mevqasiz yoki meydansız, musayere degan siyasette maslashadigan.
Şu hükümetning siyosati qandoq bo'lsa, shu siyosatga moslashadigan ya maydonida turmay, o siyosatning maydoniga egiladigan mavqasiz, maydonsiz. Demak, bunda bir iqimlar bor. Xuddi bu so'pila iqimiga o'xshaydi. Aqidasiz shirk bilan to'shab ketgan. İbadeti bid'at. Fikri qatmal. Fiqhida qarg'ulacha shayxlarga, murtlarga, pir avliyolarga ergishadigan, ish harakatda passiv, davomli musulmonlarning manfaatiga xizmat qilmaydigan, musulmonlarning manfaatiga kuyanmaydigan, o'zining taqdirini o'zi belgilash uchun harakat qilmaydigan, jinini biqishda boshqalarga tayinadigan, siyosat bilan moslashadigan, mavqasiz, maydonsiz. Bunday iqimlarmi bor. İkincisi, betaraflama iqim. Bu yerda bir iqim bor yoki betaraflama yuzlanish bor. Bu iqim din ishida ching din va u iqimning dinni qo'g'dishi mustahkam bo'lsa-mu, nurg'un xususiyatlari bor. Bu xususiyat o iqimning ko'pincha agashkichilariga g'olib kelgan. Bu xususiyat o iqimni boshqa iqimlardan ayirib farqlantirib turadi. Mana buning ichidan birinchisi aqidada jidalxo'r. Davomli o'zining aqidini to'g'ri, o'z aqidasini haq deydigan, boshqalarning aqidasini qabul qilmaydigan, e'tirof qilmaydigan, boshqalarning aqidasini buzuq, xata deb hukm chiqaradigan. Ikkinchisi ibodatni shaklvoz. İbadetki bek beriladigan, ibadatni asası o'rinda qo'yadigan, ammo ibadatning ruhi, ibadatning ma'nosini tushunmaydigan. Üçüncüsü fiqhida zohiricha. To'rtinchisi kichik ishlarni eslab oladigan, al-juz'iyya fil ihtimam, kichik ishlarni eslab oladigan. Cho'ng ummatning taqdiri, millatning kelgusi, musulmonlarning yuksalishi degandek ishlar emas. Kichik ishlarga, sünnet ishlar, mustahab ishlar, avlo va afzal ishlarga eslab oladigan. Beshinchisi ruhiy qo'rg'oq. Ruhiy qo'rg'oqchilik. Ular Rabbiga ching bog'lanmagan, qalbi ruhi qo'rg'oq. Da'vatni qo'pol, da'vat qilsa davomli qamchilaydigan, tanqid qiladigan, ayiblaydigan, boshqalarni qattiq silkib gap qiladigan, ixtilofga yo'l qo'ymaydigan, ya'ni o'zaro ixtiloflashishga qat'iy yo'l qo'ymaydigan, ixtiloflashsak bo'lmaydi, bu ixtilof degan bizga yarashmaydi deydigan. Vaholanki ixtilof bu ummatning bir parchasi bo'lgan, bu dinning bir juz'isi bo'lgan edi, ixtilof. Bunda bir betaraflama iqimlar bor. Tayyarur rabdi val unub, radikal iqimlar bor. Rad qiladigan, jamiyatni rad qiladigan, o'zi yashayotgan xalqni rad qiladigan, millatni rad qiladigan qo'pol iqimlar bor. Bu yerda bir iqim bor. Bu iqim bütün jamiyatning hamma muassasalari bilan rad qiladigan. Bu a'zolari o't yurak, ixlosmandligi bilan farqlanishi bilan bu iqimningmi alohidaliklari bor. Bu iqim a'zolari o't yurak, qizg'in, ixlosmand, dinga samimiy ekanligi bilan boshqa iqimlardan farqlanadi. Buning alohidaliklari bor. Buning alohidaliklaridan birinchisi dinga amal qilishda keskin, qattiq bo'lish. Cho'qim dinda mustahkam turimiz, ching turimiz deydigan. Ikkinchisi o'zi bilan faxrlanish. O'zi bilan faxrlanish. Bu faxrlanish jamiyatga o'zini ustun tutish xohishiga olib beradigan.
Özü bilan faxrlanib, özünü taqvo, muttaqi, özü eng yaxshi musulmon deb hisoblab, jamiyatni ko'ziga ilmaydigan. Umumatan jamiyatga qarta rad qilish, inkor qilish yoki jamiyatni qabul qilmaslik xohishi ustiga qurilgan. To'rtinchisi, boshqalarga bir butun yomon gumon bilan qaraydigan. Altıncısı, dinni tushunish, reallikni tushunish, koinot, ijtimoiy qonuniyatlarni tushunishda nazar doirasi tor. Dinnimi tor ramkadan tushunib oladigan, realliknimi tor ramkadan tushunib oladigan. Koinot, ijtimoiy qonuniyatlar, Allohning ijtimoiy qonuniyatlari, koinot qonuniyatlari bor. Jamiyatni o'zgartirish, islohot qilish, jamiyatning taqdiri yuksalish, bu qonuniyatlarni tushunmaydigan. Beshinchisi, İsti'calul eşya qabla avaniha. İşqa şeylerge o şeylerinin vaktidan burun aldıraş. Sünnetullah boyunca vaqt qilishdan burun mening qo'limda bo'lsa bo'pti. Nima uchun jamiyat o'zgarmaydi? Nima uchun va inson o'zgarmaydi? Nima uchun haq bo'lmaydi? Batil tugamaydi deydigan. Beshinchisi, ehtiyot qilmasdan başkalarını küfürge çıkarışga aldıraş. Kişilerini davamlı dindin çıkırtkan, kafir dep tillaydıgan, bunu kafir dep sasam, bana yenip kalamı, Müslümanını kafir dep salamem mu dep, ihtiyat mı kılmay, kafirge çıkarışga aldıraydıgan. Altıncısı, zaravan güç, kullanıdığan maksatlarını vücutga çıkarışga. Şu maqsadiga yetish uchun davomli kuchga tayinadigan, ya'ni qurolliq, amaliy harakat bilan ish olib boramiz deydigan bundaq bir radikal iqim bor. Demak, xurafiy iqimlar bor, betaraflama iqimlar bor, radikal iqimlar bor, at-tayyarul vasati, o'ttirhal iqimlar bor. Bu yerda o'ttirhal iqimlar bor. Bu o'ttirhal iqim bo'lsa, dinni tushunish, hayotlikni tushunish, dinning g'alaba qilishi uchun xizmat qilishni tushunishda normal o'ttirhallik ustiga qurilgan. Buning ham alohidaliklari bor. Bu alohidaliklar bu iqimni uningdan boshqa iqimlardan ayirib turadi. Ayirib turadigan alohidaliklari bor. Bu alahidiliklerinin içinden o iqimning tuvandagi prinsiplarga ko'ngil bo'lishi va uni ta'kidlashi. Asosan tuvandagi prinsiplarga ko'ngil bo'ladi va uni ta'kidlaydi. Shuning uchun eslasak bo'ladi deb. Birinchisi, fiqhuhu lid-din, fiqhan yatamayyazu bish-shumul val ittizan val unuq. Birinchisi, bu iqimning dinni atrofli, normal, cho'nqur tushunishi. Buni ta'kidlaydi. Dinni atrofliq tushunili, normal tushunili, oshirvatmay, oshqulliq qilmay, cho'nqur tushunili, tegiga yetib tushunili, uzaki bo'lib qolmasin deb buni ta'kidlaydi. Ikkinchisi, bu iqimning amaliy turmushni tushunishi, kichiklatib atmay va cho'ngaytib atmay, bu amaliy turmushni kichiklatib atmay, ya'ni sal qarab, ko'ziga ilmay, oddiy hisoblab qilmasdan, cho'ngaytib, umidsizlantiradigan qilmasdan o'z o'rnida tushunishi. Fiqhuhu li vaqi'il hayot. Bu iqimning amaliy turmushni kichiklatmasdan, cho'ngaytib atmasdan tushunishi, musulmonlarning realligini tushunishi, dushmanlarning realligini tushunishi, dushmanlarning realligini amaliyatini kichiklatmasdan, o dushmanni ko'ziga ilmay, dushmanni hisoblamay yoki cho'ngaytib uni qarshi tug'ilib bo'lmaydigan
inkar qilg'ili bo'lmaydigan yergimi afirvatmagan holatida normal tushunishi, ya'ni reallikni real pati tushunishi. Üçüncüsü, Allah Subhanahu ve Taala'nın özgermez kanun sünnetlerini düşünüşü. Bulup mu içtimai kanuniyet, yani insani içtimai kanuniyetini düşünüşü. Bunu belki düşünüşte teklaydı bu yakın. Sünnetullah el-cariye, Allah'ın kanuniyetini düşünüle aldı bile. Allah'ın kanuniyeti peygambergi mi ya ki peygamberinin düşmanı boğan Ebu Cehil'e mi okşar? Kaçan o içtimai kanuniyetini, Allah'ın içtimai kanuniyetini, kainat kanuniyetini, insani kanuniyetini kim tutsa şu dünyadaki neticeye erişidir ve dünyadaki Allah Teala takdir kıldığı muvaffakiyetlerge yetidir degenini bula abdan düşünüdür. Beşincisi, şeriatның maksadını düşünüş, o şeriatның zahirisiga qatmanlik qilmaslik. Şeriatның maksadını düşünüle deydi. Zahiriga qatmanlik qilmayli deydi. Altıncısı, fiqhul evleviyat. Evleviyat düşüncesi. Bu muvazanat düşüncesiga bağlanıdı. Yani seliştiriş düşüncesi. Seliştirgandan keyin qaysi muhim o'rinda turadi, qaysi keyingi o'rinda turadi, qaysi a'la, qaysi uning keyingi martabada turadi, buni tushunishga bo'ladi. Shuning uchun fiqhul muvazanat bilan birga fiqhul avlaviyatni tushuniladi deydi. Altıncısı fiqhul ixtilaf. İxtilafni tushuniladi. Müslümanның o'rtasida ixtilof bo'ladi. Bu qaysi sohada ixtilof bo'lsa bo'ladi. Ixtilof qaysi sohagichilik kengaysa bo'ladi. Va o ixtiloflashning boshqa islomiy guruhlar bilan bo'lgan adab axloqini tushunish. İxtilaflaşqanda mı başqa İslami gruplar bilan bunun adabi va axloqi va ixtilofning şu adab axloq ichida, ya'ni birlikka keliniganda hamkorlashish, ixtiloflashilganda keng qo'saq bo'lish. Birlashganda hamkorlashili, birlashamaganda keng qo'saq bo'ldi. Ya'ni o'zimizning yo'liga mang'ili deydigan bir adablari bilan tushunish. Yettincisi, salafiyet bilen tecdidni cuglaş. Yani asliyetçilik bilen hazırkı zamanizmni cuglaş. Yani akidede salafi, akidede asliyetçi, fiqhida, uslupta yenilikçi. Yenilikki tayinadigan bunda buluş. Sekizincisi, şeriatның savabıtları bilen devrinin mutagayyirat o'rtasini seliştirish. Bunu bir seliştirish. Dokkuzincisi, fikri, ideyani o'zgartish, ruhiyatni o'zgartish, axloqni o'zgartish, har qanday madaniyat o'zgartishning asosi deganga ishonish. Buning alohidaligi shu. Çokum ideya özgürlükken, ruhiyet özgürlükken, ahlak özgürlükken insanda her kandak bir medeniyet özgürlüdü. Medeniyet özgürlükle buludu. Digen kişiniz. Sekizincisi, İslam'ını, ümmetini uygutuş, insaniyetini hazırlıkı maddi felsefeden kutulduruşunun mükemmel medeniyet planı da sunuş. Bunu burada sunuş. Yani ümmet uygunudu hazırlıklı maddi felsefelerden kurtuluşunun ki mükemmel medeniyet planı da sunuş. Dokkuzincisi, fetvada asallaştırış, davette hoş bişaret biriş yolunu tutuş. Bu oturhal dolqunun, oturhal iqimnin köngülü bölüdüğünü, ehmiyet verdiğini. Onuncusu, ibrazul qiyam el-ictimaiye ve siyasiye fil İslam. İslam'daki siyasi,
ijtimoiy qimmatlarni oshkor qilish, erkinlik, ulug'luq, shura, ya'ni kengash, ijtimoiy adolat, inson haqlari degandek bu qimmatlarni oshkorlash va o'tirg'i chiqarish. İctimai adalet, cemiyette ictimai adalet, insan hakları, siyasette kengişiş, maslahat qilish, hürlük, xalqning hürlüki, xalqning izzati, bunu oshkor qilish. 11-si el-hivar bil-husna ma'al-akhar. Boshqalar bilan güzel sohbet elib berish. Yani qarshi meydanda turgan gayrimüslimanlar yoki aqliy jihatdan mingisi yuvitilgan, ruhiy jihatdan mag'lub bo'lgan musulmonlar bilan güzel sohbet elib berish. Ba'zi mustabid hukumat davlatlarda yashab qolgan inson huquqi bo'lmagan davlatlarda yashab qolgan kishilarning aqli mingisi yuvitilgan, ruhi mag'lub bo'lgan bunda musulmonlar bor. Buni bilan mı yaxshi suhbat olib berish. 12-si musulmonlarning hurmati, islom diyorini mudofaa qilishning yo'li deb jihad qilish. Mana u biz ishonadigan, biz onunga da'vat qiladigan iqim mana bu. Va biz uni islomni Allah onu kitabıda tushirgunidek, onunga Rasuli sünneti siratida yetakliginidek, onu sahabeler ichidan hidoyat topgan, to'g'ri yo'l topganlar tatbiqlab tushungunidek, onu tabiinlar mush ummatning asrlarining yaxshilaridan bo'lgan tabiinlar ularga tabiinlar tushungunidek İslamni haqiqiy ifodalab berguchi iqim deb hisoblaymiz biz. Hisoblaydigan iqim mana bu deydi. Ve na'tabir biz buni haqiqiy islomni haqiqiy ifodalab berguchi ifodalab berdi deb hisoblaymiz bu iqimni. Mana bu o'ttir halliq iqimning ko'ngil bo'ladiğini, ta'kidlaydigini tuvandiki biz deb o'tgan prinsiplar ve asosiy qonunlar shu. Bununla bu iqim alohida ko'ngil bo'ladi va alohida ahamiyat bo'ladi. Vacibut tayyaril vasatiyya. O'ttirhal iqimning majburiyati. Ve la miraa fi anna hadha at-tayyar huwa mawtinul amal ve maqidur rija fil ghad. Shak shu bu iqimning arzu, ümitning joyi bo'lishi, kelgusida ümitlarning chigilishida shak shubha yo'q bu iqimning. Mana bu iqimning da'vatini oshkor qilishda, yordamchilarini tarbiyalashda, dushmanlarini qanoat qildirishda, qarshi chiquvchilar bilan suhbatlashishda, o iqimni xolamagan ve yaxshi ko'rmagan ishlarga cho'gizish uchun o iqimga qurilgan to'rlardan qechib chiqish, qutulib olish uchun tirishchanlik qilishda qattiq tirishchanliklarni berishi lozim bu iqim. Chunki bu iqim umumatan musulmonlarning ümidi, kelgusidagi ümidi bağlangan, arzuları bağlangan iqim bu. Şuna bu xil iqim da'vatini oshkor qilishi kerak, namoyon qilishi kerak. Yordamchilarini tarbiyalashda, dushmanlarini qanoat qilg'izishda, qarshi chiquvchilar bilan suhbatlashishda va uningga o iqimni cho'gizish uchun xolamagan, yaxshi ko'rmagan ishlarga cho'gizish uchun qurilgan qiltaqlardan qutulib chiqishda tirishchanlik berish lozim. Cho'qim o o'zining planlari, g'oyalaridan chatnash, turilishga elib boradigan harakat, qiltaq,
her xil siyosiy o'yinlardan qutulish uchun qattiq tirishish lozim. Ya'ni o'zining yo'lida pishmagan, yetilmagan va oladigan qadamlarni olmagan holatida liniyalardan chetnab ketsa bo'lmaydi. ومما أصبح معلوما الآن بالشواهد الوفيرة أن القوى المعادية في الداخل والخارج تخاف هذا التيار أكثر من غيره بل تكرهه وتكن له العداء أكثر من التيارات الأخرى. Tuluq paklar bilan mana hozir ma'lum bo'ldiki, dushman kuchlar ichidagi munofiq, xoin, setilmi degandek ichidagi dushman kuchlar, sirtdagi ochiqdan ochiq kafir dushman kuchlar bu iqimdan boshqa iqimdan bakroq qo'qilganligi ochiq oshkor bo'ldi. Balki dushman kuchlar bu iqimni yomon ko'rdi va uningga boshqa iqimlardan ko'proq dushmanlikni qilganligi, yushirganligi bu aniq ma'lum bo'ldi hozirgi paklardan. Bu aniq. Faqad kanu min qablu yuhazziruna min tayyarat at-tashaddud wal-unuf. Bu dushman kuchlar mundan burun radikal iqimlardan qo'rqatdi. Asabiy iqimlardan qo'rqatdi. Dinda ching turadigan iqimlardan qo'rqatdi. Ammo bugun yangi bir sada maydonga keldi. O sada munda deydi. İhzarul İslam'al mu'tadil. Müditil İslam'dan qo'rqinglar. Bu İslam başqa İslam'dan baxatarlikka, başqa iqimlardan baxatarlikka müditil İslam iqimi deydi. Nimishqa? Chunki başqa iqimlarning ömrü qisqa, uzun davomlashmaydi ekan. Ammo ma iqim bo'lsa davomlashadi ekan, uzun davomlashadi ekan. O iqimning shu dushmanlarning o'yicha o iqimning müditil bo'lganligidan xotirjam bo'lg'ili bo'lmaydi ekan. Shu müditilligi ularni qo'rqitgan yer ekan. Müditilligi ularni ansiratgan yer ekan. Chunki bu iqim müditil boshlanib keyin radikallashadi ekan. Chunki tatarruf, radikallik İslamning o'zida yushurnuqliq ularning diginicha, ularning deyishicha. Ularning deyishicha radikallik İslamning o'zida yushurnuqliq ekan. İslamning o'zi radikal ekan. Chunki zimin Allohning zimini, mulk Allohning mulki, hukm Allohga xos, tuzum Allohga xos. İnsan Allohga bo'ysunadi. Hamma narsa Allohning qo'li degan bu xil ong va e'tiqod İslamda bo'ladi ekan, bu İslam tatarruf kelmiş. Mana bu jahtidan bular İslamning besib kelayotgan xatiridan qo'rqitishga boshladi. Dunyoning hamma yerlarini besayotgan İslamningki besayotgan xatirdan qo'rqitishga boshladi. O'zaro davlatlar, millatlar hammasi bu İslamning xatiridan qo'rqishga boshladi. Nada musulmon bo'ladi ekan, uningdan ansirashga boshladi, qo'rqishga boshladi. Va ular uni yeshil xatar deb atadi. Chunki İslamning o'zini yeshil xatar. Va ular İslamni yangi dushman qilib oldi. Butun Yevropadan kommunizmning yo'qolishi bilan yo'qolgan qizil xatarning o'rniga. Aslida Yevropani kommunizm xatiri besib ketgan. Shimoliy Yevropa, g'arbiy Yevropalarni kommunizm idisi besib, nurg'un davlatlar kommunizmlashib ketgan chog'ida bular Yevropa qizil xatarning ostida qoldi deb ansirgan. U kommunizm asosan Yevropadan yo'qoldi. Yo'qolgandan keyin bu yeshil xatar, ya'ni qizil xatar yo'qoldi deb o'ylagan edi. Uning o'rniga islomni yangi dushman qildi.
وهو ما رد عليه المنصفون منهم مؤكدين أن الخطر الإسلامي وهم لا حقيقة. Bununla şu Avrupalıların içinden insaf perverler İslam'ın hatırı bir vehmi hakikat emas dep ta'kidlab reddiye berdi ama reddiye bersimu yana ular bunu xatar deb his qilishib oldi. Demek bu o'ttirhal iqimni dunyodagi bütün davlatlar, millatlar, kafirlar hammasi birdek xatarlik düşman deb nishonga ilg'iliq. ولا بد للتيار الوسطية أن يواجه هؤلاء ويكشف تزييفهم ويحاور المعتدلين من قومهم كما لا بد له من مواجهة آخرين من فروقهم وتلاميذهم في داخل دار الإسلام نفسها وممن يحملون أسماء المسلمين. O'ttirhal iqimga şu düşmanlarga qarshi turishi, ularning saxtpazligini içip tashlashi, ularning millatidan bo'lgan müdütler bilen söhbet ötküzüşü lazım. Bu iqim, düşmanlarning İslam'ın xatarlik iqim o, deb xatarning ichiga kirgizib qo'yganligiga qarshi turish lazım bu iqim. Bunun saxtpazligini içip tashlash lazım. Bu saxta bu. Bu bir yasalmılık bu. Bu İslam'ni düşman o'rnida kurib olganlik deb müdütler bilen söhbetleşip şu müdütlerni qo'lga keltirib ular bilan birlikte bundaq radikal iqimlarga qarshi turish kerak. Shundaqla bu iqimning yana boshqa islomiy davlatning, islomiy yurtning ichidagi ularning shaykilari, quyruqchilarga din ibaret başkalar bilen mi karşılaşışı lazım. Yani Müslüman isimlerini kötüre yügen, lekin ola bütün küçü bilen İslam'ın medeniyet pilallarına düşmanlık kılgan, ümmetinin düşmanları, ümmetinin dininin düşmanları sebede tuğan Müslüman namını kötüre yügen İslam'ın içindeki şaykıları bilen qarshi turish lazım. Mana bularni Resul Ekrem sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh bo'lgan Huzayfaning hadisida du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qazafuhu fiha qila sibhum lana ya Rasulullah qala hum min jildatina ve yetakallamuna bi alsinatina dedi. Ular cehennemning ishkida turib cehennemga chaqirtganlar, ularga chaqiriqiga ijobat qilgan, ularning chaqiriqiga ijobat qilgan kishilar bular uni cehennemga tashlaydi dedi. Payg'ambarimga ularni bizga sifatlab bersang ya Rasululloh deyilibdi. Payg'ambarim ular bizning terimizdan, bizning tilimizda gap qiladi dedi. Ya'ni bizning millatimizdan, bizning xalqimizdan dedi. Demak, şularning shaykilari, quyruqchilari bo'lgan, o'zini shuluga tava qilgan, ammo namdi musulmon, ataqda musulmon o'zimizning ichidan chiqqan bunda kishilarga qarshi turish kerak. Ularning saxtaligini, mohiyatini, abtibashisini echib berish kerak. Chunki bugungi kunda umumatan mana bu ish o'tirg'i chiqyapti. Bütün dünyada İslami 50'de, İslami yurtlarda yurtning 5'i, Müslümanlarning 5'i Müslümanning milletidan, Müslümanning ishidan, Müslüman devaganlar, ammo fikri, ideyasi, qimmat qarashi, tasavvuri, umumi g'oya nishoni dal ochiqdan ochiq İslam'a düşmanlık qiladigan saplar bilan ya sharq tarafda turadigan, ya g'arb tarafda turadigan dunyodagi muadi İslam'a düşman kuchlarning birining peshini tutgan, shuning esilgan, shuning yetaklashi bilan mangan. Yo'lni
başlıkları kösetken, başları filanlıgan, astıdakiler onun filanlarını Müslümanların içinde rehimsizlikler bilen icra kılıp, Müslümanların kanını, melini bolantalan kılsa, dinni yo'qotgan ve dinga zarba bergan. Bu İslam dünyasındaki umumi bir akım. Shuning uchun ummatning idisini buzadigan ve ummatni haqiqatidan ozdiradigan, asli salohiyatidan ozdiradigan shu kishilarga qarshi turish zurri bo'lib qoldi. Bunday kishilarga qarshi turish zurri. Va ummatga tatliq, hasal, arzu qilinayotgan yog'ning ichida qotil zaharni sağan, ummatga zahar sağan bunday kishilarga qarshi turish bu zurur. O qotil zahar nimadan iborat? O'qiladigan gazet, jurnallardan iborat yoki anglanadigan radio, ün buyumlardan iborat yo ko'zdan ko'riladigan sin, televizorlardan iborat. Mana bu shundaq zaharni tatliq hasalning ichiga elishtirib ummatning asli salohiyatini, asli haqiqatini yo'qotgan. Shuning bilan bu zahar ummatning farzandlarining aqlida, jismlarda va mikroblar qiladigan ishlarni qilgan bu zahar. Xuddi mikrob ummatning jismini chiritib, asta jismlarini ajizlashtirib, kasal qilib yo'qotganidek, bu zaharmi ummatning aqlini, idisini, qimmat qarashini o'zgartgan. Natijada o ummat boshqalarning qimmat qarashi, fikri, idisi, yo'li, hatto har narsada shu boshqalarni do'raydigan va boshqalarning yo'lini yaqilab mangadigan bo'lib ketgan. Qarasa kimligi islom, nomi islom, musulmonning farzandi, necha yüz yil musulmon bo'lib yashagan kishilarning avlodi, ammo qilayotgan ishi, hayoti, harakati, hamma narsa boshqa zahar bergan dushmanlarning qilayotgan ishining aynisi va ularning planlayotgan planning aynisi shu. إن هؤلاء المستغربين من قومنا يحملون أفكار الاستعمار بعد أن حمل الاستعمار أساه ورحل عن ديارنا والذين يتبنون أخبث مفاهيم المستشرقين والمنصرين الذين لم يخلص أكثرهم لحضارتنا يوما ومن أخلص منهم لم يملك أدوات الفهم الصحيح لهذه الحضارة ومصادرها وتراثها وأهمها اللغة وتذوقها. Hakikaten bizning işçimiz, bizning millatimizdan chiqqan bu g'aribparastlar jahongirlik idisini targ'ib qilyotdi. Jahongirlar siyosatlarini yug'ishtirib, diyorimizdan ketib bo'lgandan keyin yana jahongirlik idisini targ'ib qilyotdi. Bosqinchilar, tajovuzchilar vatanimizdan chiqib ketib bo'lgandan keyin yana shu vatanning ichida ularning shoykilari, ularning quyruqchilari bo'lgan ideya, qimmat qarashda ashularning tarafdorlari bo'lgan kishilar yana shularning idisini targ'ib qilib, shularga ergashsak taraqqiy qilamiz, gullanamiz, shularning yo'lini ching tutsak, turmushimiz yaxshilanadi, insondek yashaymiz degan bu xil tashviqotlarni qilyotdi. Mustashriqlarning, sharqshunoslarning, xristianlarning nejis tushunchalarini ular qabul qilyotdi. Bu sharqshunos xristianlar amaliyotda bizning madaniyatimizga birer kunmi, ya'ni ularning ko'pinchisi bizning madaniyatimizga birer kunmi ixlos qilmagan.
bizning madaniyatimizda hurmat qilmagan, bizning madaniyatimizni haqiqat tushunmagan odamlar. Ularning ichidan ixlos qilganlar bu madaniyatni, uning manbasini, uning turasini, meroslarini to'g'ri bir tushunish asboblarga ega bo'lmagan. İxlas qildi, bu madaniyatga azroq ixlos qildi desakmi, ammo bu madaniyatni to'g'ri tushunmagan, manbalarini to'g'ri tushunmagan. Uning muhimi til va tilni tanish. Ya'ni bizning tilimizni tushunmagan, tilimizni bilmagan bundaq bir insonlig'ning nejis tushunchalarini qabul qilyotdi bo'ladi. Demak, ideyada qimmat qarashda, fikrda bosqinchilikqa tava bo'lib ketgan. Shulini yetakchi o'rinda tiklab olgan kishilar, garchi ular siyosatini yug'ishtirib, diyorimizdan ko'chib ketsa-mu, yana mustamlikasini oyoqlashtirib ko'chib ketsa-mu, yana shulininga agishish kerak. Xuddi ma dunyoda O'rta Osiyo olamdi, O'rta Sharq olamdi, Afrika olamdi. Bu yerda mustamlikachilar o'zininki mustamlikasini tugatib ketgandan keyin yana shuninki do'rgan. O'rta Osiyoda Rusni do'rgan, O'rta Sharqda G'arbni do'rgan, Afrikada G'arbni do'rgan, shuningga agashgan, shuning yo'lini besib mangan. Biz shu g'ujularimiz, ya'ni bizga qanday yo'l ko'rsatsa, nima ish qiling desa, shuni qilsak bo'ladi. Shunday qilgan chaqda taraqqiy qilamiz, gullanamiz deb bu xil targ'ibotni qilgan. Inna ma'rikatal haqiqi fi dakhil ardina yajibu an takuna ma'a ha'ula'i al-ghulati haqqan min al-almaniyyin wa baqaya al-marksiyyin allazina labisu al-yawm lubus al-liberaliyya al-g'arbiyya. Haqiqatan bizning haqiqiy jingimiz, vatanimizning ichidagi haqiqiy jang shu chakdan oshgan Almaniy va marksizmchilarning qoldiqlari bilan bulishga tegishli. Haqiqiy jang shular bilan bulishga tegishli. Ular bugun G'arbning liberalizmchi tonini kiyib oldi va qalamlarini, qurollarini hammasini islom uyg'unish harakati, islomning yangidan bosh ko'tarishiga u jang boshlash uchun ishlatdi. Islom da'vatini sat ko'ksitish, islom tashviqotchilarining nomini tushirish, sat ko'ksitishga ishlatdi. İnsanlarni islomdan nafratlantirish uchun yangi atalg'ularni yasab chiqish, siyosiy islom yoki usuliy, ya'ni radikal, asabiy degandek va ular bilan musulmonlar bilan hokimiyat o'ttirisida o'ch adovat tuyg'izish uchun nimishqa buning maqsadi davlatningki kuchlarini oyga chiqmaydigan qonliq to'qinishlarda tugutib o'tish uchun faqat yangidan yeni bir suratda boshlang'ili, yeni bir nom bilan boshlang'ili qonliq to'qinishga da davlatningki kuchlarini tugutib o'tish uchun har xil atalg'ularni qo'yib, qalamlarini, qurollarini shuningga qaratdi. Mana bular bilan elib berishimiz lozim. Ular chikatgan bo'lsa-mu, shularningki Almaniy va marksizm qoldiqlaridan iborat qap qolgan chakdan oshqichilar yana ba'ular. Ana bular bugun hozir demokrat tonini kiriblam, tonini kirib oldi. Bütün qalami, qurol yaroqlari hammasi islomning uyg'unishi, islomning yangidan jonlanishiga qaratilgan. Shuni satlashtirish, shuningga qarshi turish, islom da'vatini bo'rmalash, islom tashviqotchilarining yuzini to'kish, uni sat ko'ksitish, insonlarning yangi atalg'ularni, mana islom degan bu adam o'ltirdi, qon to'kidi, xalqayada buzg'unchilik qiladi, islom boyada tinchlik yo'q, musulmon boyada xotirjamchilik yo'q degandek, yoki hokimiyatni tortib olmoqchi, zaminni bo'lib olmoqchi deb shu davlatning ichida hokimiyat bilan ularning o'rtasidagi islomchilarning o'rtasida bir adovat paydo qilib o'tish. Natijada ichki urushni paydo qilib, shu orqali davlatni, ya'ni islomiy vatanlarni, islomiy yurtlarni yana oyga chiqmayotgan qonliq kurashlarga
ekirib o'tish. Mana bu hozir biz ko'ryapmiz. Dunyoning hamma yerlarida bor. Inna ayya tahwil lil ma'rika an hazal masar. Haqiqatan urushni bu yulinishdan boshqa yoqqa buyurib o'tish musulmonlarning o'zidan dushman kashf qilishga, dushman chiqarishga, paydo qilishga urinish kimlardan ba'zi insonlar mimman yuxalifuna ba'zan nas, ya'ni ba'zi insonlarga qarshilik qilgan fiqhining tarmoqlarida ba'zi insonlarga qarshilik qilganlardan yoki aqidaning tarmoqlari yoki avlaviyatul amal muhim ishlarda yoki ixtiloflashiladigan juz'iy masalalardan iborat bu xil maydonlarda ba'zi insonlarga qarshilashgan kishilarni yangi dushman qilib yasab chiqishga urinish bu hammalarga balay qazoni kutib yetayotgan o'zaro bir-birining zarba berishini xohlaydigan dushmanning haqiqatidan qattiq g'aflatda qolganlik hisoblanadi. Bu dushman bo'lsa ularga yiroqdan qarab turadi. Ondan keyin ularning hammasini og'izda qattiq zarba bilan tugitib o'tadi. Faman fa'ala zalika min ad-du'at ila al-islam. Qanda bir kishi shunda qilsa, islomga chaqiruvchilardan bilmay qilsa, bu musibat. Chunki bu masalani bilmaslik cho'ng xatar. Bilib turib, niyat, maqsad bilan qilgan bo'lsa, o katta musibat. Buning xatri bak cho'ng. Chunki bu islomga, ummatiga va uyg'unish harakatiga xiyonat qilganlikning o'rni bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo munda degan sharg'i rahim qilsin. Iza kunta la tadri fatilka musiba va in kunta tadri fal musibatu a'zam. Agar sen bilmasang bu bir musibat. Agar bilsang musibat bakroq ig'ir. Yana bu yuqoridagi islomning dushmanlariga qarshi elib beriladigan bu jangning yulinishidan jangni o'zgartirib o'tish ba'zi bir tarmoq masalalari yo aqidaning tarmoq masalalari yoki afzal emas masalalarda insonlarga qarshi chiqqan odamlarning o'zini dushman qilib yasab chiqishga urinish, bu cho'ng dushmandan g'ofillik hisoblanadi. Umuman musulmonlar içimizdeki düşmanlar bilan tartışadigan, şunun bilan bulup ketadigan düşmanni aramızdan paydo qilib, boshqa düşmanlardan g'ofil qilish bu haqiqatan cho'ng musibat. Ve a'taqidu anna ala tayyar al-wasatiyyati wajiban kabir. Men o'tirhal iqimning ustida cho'ng bir majburiyat bor deb qarayman. O'tirhal iqimning cho'ng majburiyati bor deb qarayman. Bu iqim bu majburiyatni ado qilishga harakat qilishi va uningga tirishishi lozim. Uning uchun kurash qilishi lozim bu o'tirhal iqim. Bu majburiyat islomiy saflarni birlashtirish uchun xolis rostchilik bilan xizmat qilish, ya'ni islom uchun xizmat qilayotgan saflarni birlashtirish uchun xizmat qilish bu o'tirhal iqimningki majburiyati. Nimaga birlashtirish, ixtiloflashish loyiq bo'lmaydigan prinsiplarga birlashtirish. Ya'ni aqidaning 6 rukniga, Allohga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qazo va qadarga ishonish, 5 amaliy ruknlarga birlashtirish. Ya'ni shahodatayn, namoz o'qish, zakat berish, Ramazon ro'zasini tutish, Baytullohni haj qilish, bunga birlashtirish. Isil fazilatlik ishlarning asli prinsiplariga, go'zal axloqlarga birlashtirish, rezil qilmishlardan, harom qilingan ishlardan saqlanishga birlashtirish, bo'libmi kibr gunoh va mubiqat, ya'ni buning ichidagi halok qilguvchi gunohlar, buningga birlashtirish. Buningda ixtilof yo'q.
ummetning ta Resulullah'ın devrinden ta da bugünkü kadar ihtilaf yok. Muşunun da birleştiriş. Bunun da birlikte geldik. Başka işte ihtilaf olsa öz ara hürmet kılış, öz ara yol koyuş, öz ara birbirimiz ölen düşünüşüş, ama sepni birleştiriş, nişanını birleştiriş, mevkini birleştiriş, üstüge hizmet kılış ve şunun için tirişiş bu otur hal ekiminin çok mecburiyeti de karayman. Ve bihasbina al-liqa'ul icmali ala hazihil kulliyat. Bizge bu tüp kaidege bir icmali uçuruşuş yeterli. Muş tüp kaidege icmali uçurarsak buludu. Yani parça meselelerde tefsilatlı da ihtilaflaşsak bunun da çatak yok. Yani tarmak meselelerde ihtilaflaşsak çatak yok. Meydanlarda ihtilaflaşsak, ictihatlarda ihtilaflaşsak bunun da çatak yok. Bu degen, bu ihtilaf dinning tabiiyeti talep kıladigan, insanning tabiiyeti talep kıladigan, kainatning, hayotlikning tabiiyeti talep kıladigan ihtilaf bu. Men buni as-sahvatul islamiyya baynal ihtilafil mashru' va tafarruqul mazmum. Qonunliq ihtilaf bilan qanunsuz, yani ayıplanadigan bölüneş arasidagi islomiy ong degan kitabımda tafsili bayan kıldım. Bu ihtilaf bu dinning tabiiyeti talep kıladigan ihtilaf bu. İnsanning tabiiyeti talep kıladigan ihtilaf. Bu xil holatdagi ihtilaflarni qilmayman debmi saqlang'ili bo'lmaydigan ihtilaf. Bu ihtilaflarda ihtilaflashsak bo'ladi. Ammo tüp qoidada ihtilaflashish to'g'ri emas. Buning da birlashish kerak. Ve kad zekertu fi ekser min kitabin li men nurgun kitabımda bunda deb tilga aldım. İslam üçün hizmet kılıvatkan cemaatinin köp buluşudan tosuduğun bir amil yok. Onundan tosuduğun amil yok. Köp bolsa bulaverdi. İslam üçün hizmet kılıdığan cemaat köp bolsa buladı. Her xil bolsa bulaverdi. Birisi bir tarafını, birisi bir tarafını, yeni bir tarafını güçlendirip şunun hizmetini kılıp mansa buladı. Madami ki bu cemaatinin köplüğü tür ve tahassüsteki köplük bolsa, anda birbiri bilen karşılaşıdığan, birbirini bilen ziddiyetleşidiğan köplük bolmasa boludu. Bu türünün köplük edigen baylık, terakkiyatının ziyade buluşu kılıp baradı. Karşı-karşılıkның köp buluşu edigen fakat lan bu birbirini yiyiş ve tügeş gelip bardı ya. Birisi bir türünü, birisi bir tarafını çın tutup şu taraftan hizmet kılsa bulaverdi. Ama ma türdekiler a türünü, ma o taraftakiler a taraftakini düşman tutsa, karşı çıksa bıçakta birbirini yeydi, tügeydi. İslam hizmeti için, İslam'ın davetine yardım veriş için, İslam şeriatine hakim kılış, İslam milletini birleştiriş için hizmet kılıvatkanlarını cuglaş için beriladigan tirişçallık buluşu lazım. Bununla tirişçallık göstermesek olmaydı. Yani fikri, ideyavi tirişçallık, ameli tirişçallık buluş lazım. O türdeki hangını yakınlaştırış, işence payda kılış, keng kosaklık ruhunu şekillendiriş, yaxşı guman kılış, ruhunu şekillendiriş için köngüllerini acepleniş, mağrurlanış, başkalarını ayıplaş, kemsitiş, afetlerden tazalaş için ideya tirişçallığı, ameli tirişçallık bir iş lazım. Bununla sal karışık olmaydı. Bihasbi imra'in mineşşer ay yahqira ahahul muslim. Bir insanın eskilikige o insanın Müslüman kardeşini hakaret kılışı, közge ilmastığı yeterlilik deb Resulullah şunda degen. Mening qarashimcha bugün İslami sahada aldınqı urundu qo'yiladigan muhim avlaviyatlardan birisi mana bu xizmat. Mushu xizmat eng muhim. Qachon
Müslümanlar, İslamçılar özü yaşayotgan parçalanışning xatirini his qilmasa, ular bir bütün başqa düşmanlar tarafidan yeb tugutib o'tiladi. Ularni islomga, islomning dushmanlariga qarshi chiqadigan kuchlar, keskin mergellere, çangaklere ularni yit baka qiladi. Ular iqim mu iqim, top mu top zarbi beriladi, oxirida hammasi tugaydi, hammasi yo'q bo'ladi. İş shu bada. Hammasi birlikda o'xshash bir maydonda bir-birini yulab, bir-birini qo'llab, bir-biri bilan hamkorlashib, bir nishon ostida taraqqiy qilmagan chig'ida bu xil parchalanish, bo'linish ahvoli bo'lsa, asta bir-birlab dushmanlar bir iqimni, bir jamoatni, bir guruhini, bir sohani yeb tugutib bo'lib, yana biriga keladi, oxirida bu tugaydi bu. Bu bizning hozirgi realligimizdagi bo'layotgan mayli xalqaroliq bo'lsin, mayli vatandagi bo'lsin, hamma masala bunda. Oq, qora, ko'p hammani asta bir-birlab yeydi. Faqat oldinqisi yeyilgan chaqda keyingisi rohatda qoladi, ammo uning taqdiri yeyilib tugash. Va iza kunna la namliku al-yawma al-qudra ala tajmi'i quwa ummatina al-kubra. Agar biz millatimizning, ya'ni musulmon millatimizning cho'ng kuchlarini okeandan okeanga qadar bo'lgan cho'ng kuchlarini birlashtirishga qodir bo'lamisak, aqallisi islomiy uyg'unish harakatidagi cho'ng guruhlarning kuchlarini jug'lashga tirishaylar. Ya'ni suhbatlashishni qabul qiladigan, bir-birini tushunishni qabul qiladigan ma guruhlarning kuchlarini jug'lashga birlashaylar. Aslida dunyodagi butun musulmonlar 1 milliard 700 milyon Müslüman hemmisi birleşik gerek. Onun akidesi meselesi yok. 5 erkanul İslam'da mesele yok. Bu umumi itikadi meselelerde mesele yok. Bunda bo'lgandan birleşik gerek. Birleşemegende mi İslam uyg'unishidagi cho'ng guruhlarni birlashtirishga tirishimiz lazım. Mana bu qanday birlashtirish bo'ladi? Ixtilofni tugutish, radikallıkni kichiklatish, tushunchani yaqinlashtirish, maydonni moslashtirish, oqibat xarakterlik masalalarda bir saf bo'lib turish bilan bo'ladi bu. Hammasi muttafaqun alayda bir-birini qo'llaydigan, muxtalafun fihida bir-biriga kang qo'saqlik qiladigan bo'lish bilan tugaydi. Bu bir-birini tushunish, bir-biri bilan hamkorlashish, bir gavda bo'lish, top bo'lish diniy nuqtadan ilib aytganda farz, mavjudiyat nuqtasidan ilib aytganda zarur bu. Agar bizni bir fikr jug'layamasa, bizni o'rtaq azob jug'lay oladi. Shavqi degan so'zning shakli bo'yicha Payn yakul cinsu yabnat talhi farraqana innal masaiba yajma'nal musabina dedi. Agar jinsi ibn talhi bizni bo'layotgan bo'lsa, musibatga uchraganlarni jug'laydi dedi. Hamda jinsimiz, sen o jinsidan, bu jinsidan, sen o millatdan, bu millatdan deb bo'layotgan bo'lsa, musibatga uchraganlarni jug'laydi. Hammamiz o'xshash musibatda, hammamiz o'xshash bir xafalikda, unda bo'lgandan keyin bu bo'lsa-mu jug'lasin. Shariatni qonun qilib tatbiqlash kerakmi yo tarbiya va tashviqot kerakmi? Bu yerda bir yetarsizlik yuz bergan ishlardan birisi islomiy sohada xizmat qilayotganlarning ko'pinchisi, bo'libmi ularning ichidagi o't yuraklari bular bir masalaga bak ahamiyat berdi. Ular uni shariatni tatbiqlash deb atadi. Mushuningga bak ahamiyat berdilar. Ya'ni shariatning qonuniy tarafini demakki, buningga bak ahamiyat berdi. Bo'libmi jazolida, ya'ni had, qisos, ta'zira mushuningda. Nadi shu o'g'rining qo'lini kesgan, zinoxorni rajm qilgan yoki ba'zi
jinoiy qilmishlarga ta'ziyasini bergan bo'lsa, shariat tatbiqlabdi, Qur'onni ijro qildi deb buni nihoyatda cho'ng bo'lib ketgan. Bu islomning bir qismisi shak shubhasiz. Uningdan g'ofil qilishga yo uningdan yuz o'rishga to'g'ri emas. Lekin buni talab qilish va uningdan so'zlash va uni ishning beshi, ishning asosi, umurtqisi, ishning yuqori pallasi deb hisoblash, buning yomon ta'siri bor, islomiy tafakkurga va islomiy xizmatga yomon ta'siri bor. Ve odatdagi insonlarning tafakkuriga yomon ta'siri bor. Mana buningdan islomning dushmanlari, islom shariati, islom da'vatining dushmanlari foydalandi buningdan. Uzundan beri deyma, qonun haqiqatan qonunlam jamiyat yasab chiqolmaydi. Millatlarni tarbiyalab chiqolmaydi. Faqat jamiyat millatni tarbiya, saqofat yasab chiqadi. Aningdan keyin qonun qo'g'dug'ichi, himoya qilg'uchi bo'lib keladi deb men uzundan beri dedim. Bizning mush o't yurak yoshlar shariatni tatbiqlasak, Qur'onni qonun qilsak, islomning ustiga davlat qursak bo'ladi deb mushuninga bek chingla turib oldi. Bu masalani ching turish kerak. Ammo buni ham ching turishning boshqalarga yomon ta'siri bor. Bo'libmi islom dushmanlariga bek yomon ta'siri bor. İslam düşmanları mana devlet parçalamakçı, siyasi bölgünçülük qilmoqchi degan o'xshagan qalpoqlarni kirgizib, islom va musulmonlar qattiq zarba berish uchun bahona qilib oladi. Fal vajibu izan an nu'ti hadhihi al-qadiyya hajmaha al-haqiqi min al-fikr wal amal. Unda da mecburiyet bu meseleге onun haqiqiy hajmini berishimiz, fikir tarafdan, amal tarafdan haqiqiy hajmini berishimiz lazım. Münasip sahalar birleşi kerak. Hazırki mükemmel İslami terbiyesini talep qilish, tayyorlik qilish, meşgul bo'lishga münasip sahalarni berish kerak. Bu sahalar musulmon buvaqqa yasli yeshidin agishib, o musulmon buvaq bilan davomlashib, ta universitetni bitaganga qadar davomlashadigan bir münasip sahalarni berish lazım. Bu sahalar, bu terbiye münasip programma, celip qilg'uchi uslub, anlash, kürüş, yani ünsün vasıtalarini qo'llanib, hozirgi yeni texniki taraqqiyotini qo'llanib, mükemmel bir terbiyeni o'tirg'i chiqarish uchun münasip sahalarni birleşik kerak. Bu dinning hayotlik uchun zarurligini, islomning vujudga chiqaradigan, islomning mukammalligini, islom hukmlarining, ahkomlarining odilligini, kitobining mo'jiza kitob ekanligini, payg'ambarning buyuk payg'ambarligini, islom madaniyatining normal madaniyat ekanligini, islom ummatining o'lmas ummat ekanligini ta'kidlaydigan bir tarbiyaga munosib bir maydon berilish kerak. Buningga ko'ngil bilish kerak. Bu sohaga ahamiyat berish kerak. Valaysat hazihi tarbiya, bu tarbiya din darsi yoki islomiy tarbiyadan ham talab qilinadigan emas. Balki bu hamma darsda ilmiy moddalar, adabiy moddalarning hammasida yasalmilik qilmasdan talab qilinadi. Bu diniy darsning ham ishi emas bu. Hamma moddalarning ichiga buni singdirish lozim. Shuning uchun ijtimoiy moddalar, ijtimoiy ilmlarda, til, adabiyot fanlarida bu tarbiya talab qilinadi, maktabning faoliyatlarida talab qilinadi, umumiy muhitda talab qilinadi. Nimishqa? Oxirsida Allohga ishonadigan, dini millati bilan faxrlanadigan, dini millati bilan faxrlanadigan bir musulmon avlod yetishtirishga has qo'shish uchun ruhi, aqli, jismi, vijdoni bilan mukammal taraqqiy qilgan, Robbiga ixlosman, vataniga xizmat qiladigan, boshqalarga kang qo'saq bo'ladigan, butun insoniyatga yaxshilik uchun xizmat qiladigan
bir Müslüman avlod yetishtirish uchun hamkorlashadigan bütün sohalarga ahamiyat berish lozim. ولا بد من الوقوف في وجه الفلسفات والمناهج المادية واللادينية المستوردة. Felsefelige karşı maddi import kılınan dinsiz programma menhejlerge karşı duruş lazım. Yani dinin ruhudun kuruq, din ruhudun kuruq. İslam'ın Allah toğırlıq, insan toğırlıq, hayat, dünya toğırlıq, din ve dünya toğırlıq boğan felsefesine karşı bunda maddi menhejlerge karşı duruş lazım. Yani şuningdek başka sahalarga münasebet birleş lazım. Mesela teşviqat meselesiga, terbiye meselesiga, yani medeniyet meselesiga. Bu meseleler hazır bizning shaxsiy hayotimiz, ijtimoiy hayotimizda eng ta'sir ko'rsatgan meselelerga aylandi. Teşviqat vositalari bo'lsa, aqllar, kishilarning moyilligi, ong, ideya yülünüşü, ruhiyet yülünüşlerini umumi xalq oldida yasab chiqadigan bir vositaga aylandi teşviqat vositalari. Buningga ahamiyat berish lozim. Ya'ni teşviqatga, i'lom axborotchilikqa, hamma sohaga ahamiyat berish lozim. Shuning uchun hech qanday bir ahvolda buni İslamni merce deb ishonmaydigan, yani Müslüman insonning hayotining, Müslüman cemaatinin hayotininki eng oliy mercesi deb ishonmaydigan İslamga kishilarning qo'lida bu sohani qo'yib qo'yilsa bo'lmaydi. Muomala qilish, fikr qilish, ish harakatda. Yani mükemmel ikki merkezga xizmat qilish lozim. La budda min al-amal ala mihwarayn asas isnayn mutakamilen. Yani mükemmel ikki merkezi noktaga hizmet qilish lazım. Birincisi hamma sohada, hamma saviyada İslamni ko'rsatib bera oladigan, İslamga tamsil bo'la oladigan, davrigini temsil bo'la oladigan, o davrininki hozirgi zo'r imkoniyatlari bilan temsil bo'la oladigan, mushundaq sohada hamma saviyada bir islomiy tashviqotchilarni, axborotchilarni tayyorlash. Buning uchun xizmat qilish lozim. Buning ichiga naqshi, musiqidan boshlab, teatr, rejissyorlikdan boshlab har xil san'at ahli bunun içine girip gidiyor. Mana bu yerde biz tekst yazalaydiganlarga, tekstni senariyaga aylandıradiganlarga, onunga rejissyorlik qiladiganlarga, onunga operatorlik qiladiganlarga, suratga oladigan, onu ijro qiladiganlarga muhtoj biz. Bu sohalarni bosh qo'yib atmaslik lozim. Ya'ni televiziya, radio, gazet, jurnal, hamma sahani qo'lga elish lozim. Bugun mana bu narsalar insonlarning aqli, psixikasi, moyilligi buni yasab chiqyapti. Bu oson ish emas. Buningda shar'iy tarafdanmi to'salg'ular bor va shar'iy bo'lmagan taraflardanmi to'salg'ular bor. Bu oson ish emas. Yani bu to'salg'ularni yengish uchun xizmat qilish lozim. Yengmasak bo'lmaydi. Gerçi buningda bosqichliq, gerçi bu to'salg'ularda bir bosqichni qabul qilish bilan bo'lsin. Bosqich yengadigan ish bo'lsa-mu, cho'qim yengmasak bo'lmaydi. Nishon, maqsadlar aniq, vositalari ochiq oshkora, bosqichlari hammaga ma'lum plan tuzish lozim. Yani yetersizlikni to'liqligini, binoni mukammal qilg'ili buni tuzish lozim. İkincisi, teşviqatçı. Hazır bo'lgan san'atchi teşviqatçılardan foydalanish qurilish. Yo'qni tarbiyalab yetishtirib bo'lguncha ama balidan foydalanish qurilish lozim. Yani ularning ichida namoz o'qiydigan, ro'za tutgan musulmonlar bor. Lekin ular
terbiyeleniş ve sakafeti sebeplik hükmü bilen ular özü kılıvatkan işini İslam'a muhalif emas dep oylaydı. Allah'ın gazabını özlüğü keltürmeydi dep oylaydı. Ve ihtimal ularning ba'si Allah'ın gazabını keltirdi degenden bir narsani biladi. Lekin u yaşayotgan turmush, u odatlangan hayot bu uningga g'olib kelgan. Shu san'at hayoti, tashviqot hayoti bilan yashab kelgan, shuni bilan odatlanib kelgandan keyin u Allohning g'azabi keladi desimi, ammo uningga parvo qilmag'ida yerga birib qolgan. Bu yerdagi majburiyat shular bilan tirishchanlik berish. Ularni dinini tushunsin, Rabbiga tavba qilsin, islomninki fazilatlariga chaqiradigan karvonga qo'shilsin bo'limi. Bulunu şu san'atchilar, axborotchilar, gazitchilarni balirdan foydalanadilar. Ularni inkor qiladigan, dushman tutadigan, chatga qoqadigan emas. Ularni qo'llab foydalanish kerak. Mana oxirgi yillari san'atchilardan nurg'unisining tövbe qilganligi, san'atchi qizlarning, ayollarning nurg'unlarining tövbe qilganligi ma'lum bo'ldi. Lekin ularning ko'pinchisi san'atdan va uning ahlidan voz kechdi. O'zini qutuldirish, dinini olib ketish uchun bundan voz kechdi. Men san'atchilik qilmayman deb. Va aula min zalik, buningdan, ya'ni o'zini olib kechib, dinimni olib kechaman, o'zimni qutuldirman deb san'atni tashlaganlikdan avlasi ular shu qiyin maydonda, şu mushaqqatlik maydonda mustahkam turishi lozim edi. Va Umar ibn Xattob musulmon bo'lgandan keyin degan gapni deyish kerak edi. Alloh bilan qasam, men jahiliyatda jakalagan biror o'y qolib qolmaydi, biroq men u o'yda islomni jakalayman degandek, bularni men mushu san'at sohasida, san'at hayotimda chiqqan sahne ve bağan, oynagan bütün san'atlarim bo'yicha islomga hamda asli qo'shiman deyish kerak edi. Mana bu faqat hammalarning hamkorlashishi bilan bo'ladi va to'salg'ularni yengish bilan bo'ladi. Bu to'salg'ular bak ko'p. Demak, bu sohalarga yuqorida deganimizdek, birinchisi har xil islom sohasida xizmat qilayotgan la bilan birlashtirish ve ortak nişanda terakki kılış. İkincisi, şu mevcut bo'lgan kuchlarning hammadan foydalanish ve onu İslami sahaga hizmet kıldırış lazım. Ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.